Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da gacırız. Washington'da sözleyimiz. Geçislağa 2021 yıl 10. ayının 30. günü hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge vaziyet doğrusu da sözleydiğimiz Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti Pakistan bilan kelishim imzolab. Pakistanda harbiy baza quradigan bo'ldi. Biz qarapayim tilimiz bilan shunday deyli. Harbiy baza quradigan bo'ldi. Agar Afg'onistonda yana dunyo xalqi qabul qila olmaydigan, Amerika xalqi qabul qila olmaydigan vaziyat paydo bo'ladigan bo'lsa, onunğa Pakistonda turib zarba beradigan bo'ldi. Biz shunga munosabatli qildi bugun bir leksiya. Andan keyin tuz xarakterlik bir muhokama so'zlaymiz vatandaşlar. Mavzu mundaq. Amerika Jungo munosabati yiriklashib, portlash oldida turdi. Katrin Tay Jungoga qaratgan nishonni oshkorladi. Katrin Tay Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakili. Katrin Tay Jungoga qaratgan nishonni oshkorladi. Mavzuli xabar 10. ayının 28. günü Merkezi Agentliği tarafından ilan kılındı. Xabar mundaq başlandı. Amerika savdo vakili Katrin Tay bugün mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning savdo talash tortish keskinlashib ketdi. Ahvol xatarlik. Mening Jungo bilan uchrashadigan nishonim İki çoğun iqtisod davlatining savdo munosabatlaridagi jiddilikni pasaytirishdan iborat. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Katrin Tay bugun Amerika savdo vakili Katrin Tay bugun mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika Jungo munosabati go'yo bir bog'lam quruq o'tonga aylanib qoldi. Eğer bir hatalık yol koyuladigan bo'lsa, bu qo'raqo'ton ot elib, yalqillaydi. Biz hammamizga intayin shiddatli ta'sir ko'rsatdi. Katrin Tay bugun mundaq ko'rsatdi. Mening nishonam yuqori haroratni pasaytish. Bizning aramizda sovuqqonlik bilan tiklangan munosabat bo'lishi kerak. Chunki Amerika o'rtasida sovuqqonlik bilan tiklangan munosabat bo'lishi kerak. Yana hozir Amerika Jungo o'rtasida harakatlanayotgan savdo tijorat qismida sovuqqonlik bilan ish elib berishimiz zarur. Yani hazır Amerika Jungo o'rtasidagi bevosita munosabat savdo tijorat munosabati qismida biz sovuqqonlik bilan ish elib berishimiz lozim deydi Katrin Tay, Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakili. Amerika Yezi igilik ministerligi mundaq yoz qildi. Jungoda iste'molchilarning go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojining eshib berishiga ergishib, Amerika kelar yili Jungoga eksport qiladigan go'sht mahsulotlarini 3% yuqori ko'tardi. Yana bir xabar. Başta aytdik. Amerika armiyasi Pakistonga kirib, harbiy baza qurib, Afg'oniston dal joyida harakat qo'llanadi. Mavzuli xabar 10. ayning 27. kuni Van Torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Simliq televiziya CNN'ning xabariga asoslanganda Amerika allaqachon Pakiston bilan suhbat boshladi. Ham kelishim imzoladi. Amerika armiyasi Pakistondan foydalanib harbiy harakat olib bordi va Afg'oniston tarafdan axborot to'playdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Pakiston Amerika bilan eslatma xat imzolashni xohlaydi. Amerikaning odamsiz aeroplanlari Afg'onistonga havodan harakat qo'llana oladi.
Oxşaşlı Amerika del hazır. Özbekistan ve Tacikistan bilen söhbetleşiyotadı. Amerika Afganistan'a hareket qollanganda halkımı arlık erkitiga. Bu devletler halkımı hareket aralık erkitiga. Bu devletler mesela Tacikistan, Özbekistan qatarlıq devletler her bir baza bulalaydı. Halkımı hareket. Halkımı aralık erkiti. Bu her bir işlerde yan ibari ikinci mi vatandaş? Halkımı aralık erkitiga. Özbekistan, Tacikistan qatarlıq devletler her bir bazı bulalaydı. Maşah vatandaşlar.